1 avgustdan boshlab kundalik hayotimizga ta'sir qiladigan yangi tartiblar bo'yicha juda muhim gaplarni aytaman. Bu mavzu faqat tadbirkorlarga, faqat haydovchilarga yoki faqat davlat tashkilotlariga tegishli emas. Bu masala pasporti bor, telefon raqami bor, bank kartasidan foydalanadigan, kommunal to'lov qiladigan, farzandini bog'cha yoki maktabga beradigan, kredit olgan yoki davlat xizmatiga murojaat qiladigan deyarli har bir odamga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta mayda e'tiborsizlik jarima, ortiqcha to'lov, hujjat qaytishi yoki xizmatdan vaqtincha foydalana olmaslik olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday o'zgarishlarni oddiy tilda, odamlar real hayotda qanday yo'l tutish kerakligi bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'p ishlar odat bo'yicha yurardi. Odamlar pasport muddati tugashiga yaqin qolgani oxirgi kuni eslardi. Kommunal to'lovni bir necha oy yig'ib qo'yib keyin to'lardi. Bank kartasidagi xabarlarni ochib ham o'qimasdi. Soliq yoki jarima bo'yicha SMS kelsa, avvaliga e'tibor bermasdi. Davlat xizmatlarida ham ko'pchilik hali ham qog'oz nusxani asosiy hujjat deb o'ylaydi. Masalan, bir odam uyini ijaraga bergan, lekin shartnomani rasmiylashtirmagan. Yana biri mashinasini ishonchnoma bilan boshqaga bergan, lekin jarimalar kimning nomiga kelishini tekshirmagan. Boshqa bir kishi farzandining tug'ilganlik guvohnomasidagi ma'lumot bilan pasportdagi ma'lumot mos kelmasligini bilmay yurgan. Oldin bunday xatolar ko'pincha biror katta ish chiqmaguncha bilinmasdi. Endi esa tartiblar ko'proq elektron tizimlar orqali bog'lanmoqda. Davlat xizmati, bank, soliq, kommunal, jarima, kadastr, pensiya, subsidiya, bog'cha navbati, kredit tarixi, ijro hujjatlari, hatto ayrim ma'lumotnomalar ham bitta raqam, bitta pasport ma'lumoti yoki bitta shaxsiy kabinet orqali tekshiriladigan holatga kelyapti. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam idora yurmaydi. Ko'p ma'lumot avtomatik chiqadi. Lekin yomon tomoni shuki, eski xato ham avtomatik ko'rinadi. Siz bitta joyda qarzdor bo'lsangiz, boshqa xizmatda rad javobi olishingiz mumkin. Sizning telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lmasa, tasdiqlash kodi kelmaydi. Pasport ma'lumotida bitta harf noto'g'ri bo'lsa, ariza qaytishi mumkin. Men aynan mana shu xavfni ko'ryapman. Tartib o'zgarganda odamlar yangilikdan emas, tayyorgarlik yo'qligidan qiynaladi. 1 avgustdan keyingi asosiy yo'nalish shuki, ko'p xizmatlarda shaxsni aniqlash, qarzdorlikni tekshirish, hujjatlarni qabul qilish va ogohlantirishlar elektron tartibda kuchayadi. Bu degani, endi men borgan joyimda faqat og'zaki tushuntirish bilan ish bitadi degan qarash sekin asta ishlamay qoladi. Har bir murojaatning izi qoladi. Har bir to'lovning kvitansiyasi kerak bo'ladi. Har bir qarzdorlik tizimda ko'rinadi. Har bir ariza bo'yicha sababli javob beriladi. Demak, oddiy odam uchun eng katta vazifa shaxsiy ma'lumotlarini, qarzdorliklarini va asosiy hujjatlarni tartibga keltirish. Masalan, siz kommunal to'lov qilasiz. Oldin gaz, elektr yoki suv bo'yicha qarzdorlikni faqat mahalla ta'minotchi tashkilot yoki qog'oz bildirishnoma orqali bilardingiz. Endi esa tizimda qarzdorlik chiqsa, ayrim xizmatlarda sizdan avval to'lovni yopish talab qilinishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin real holatni aytyapman. 3000 ming so'mlik eski qarz ham ba'zida katta ishni to'xtatib qo'yadi. Siz subsidiya so'ramoqchisiz, ijara shartnomasini rasmiylashtirmoqchisiz, elektr hisoblagich bo'yicha ariza bermoqchisiz, lekin tizimda eski qarzdorlik yoki noto'g'ri shaxsiy ma'lumot chiqsa, ish cho'ziladi. Yana bir misol, bank kartalari va mobil raqamlar. Hozir ko'pchilikning kartasi bor, lekin telefon raqami otasining, akasining yoki turmush o'rtog'ining nomida. Oddiy to'lovda bu bilinmasligi mumkin. Lekin davlat xizmatida, kredit tekshiruvida, elektron imzoda yoki shaxsiy kabinetga kirishda muammo chiqadi. Tasdiqlash kodi boshqa, odam nomidagi raqamga bog'langan bo'lsa, siz o'z nomingizdan harakat qila olmaysiz. Men ko'p ko'rgan holat, odam o'z nomiga subsidiya yoki ma'lumotnoma olmoqchi bo'ladi, lekin tizim telefon raqamini tasdiqlamaydi. Keyin u aloqa operatoriga boradi. Raqamni qayta rasmiylashtiradi, yana kutadi. Bir kunlik ish 3-4 kunga cho'ziladi. Birinchi navbatda hujjati muddati tugashga yaqin odamlar e'tibor bersin. Pasport yoki ID karta muddati tugayotgan bo'lsa, oxirgi kunni kutmang. Chunki ko'p elektron xizmatlarda hujjat muddati tugagan odamning arizasi qabul qilinmasligi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Misol uchun, siz 1 avgust kuni kredit rasmiylashtirmoqchisiz, lekin ID kartangiz muddati 3 avgustda tugagan. Bank xodimi sizni tanisa ham tizim muddat tugaganini ko'rsatadi va hujjat yangilanmaguncha jarayon yurmaydi. Ikkinchi guruh jarima aliment.
soliq yoki kredit qarzi bor odamlar. Bu yerda men bir narsani aniq aytaman. Qarzdorlikni yashirish davri tugayapti. Avval bir idorada qarzingiz bilinmasligi mumkin edi. Endi esa elektron bazalar o'zaro solishtiriladi. Masalan, sizning nomingizda yo'l harakati jarimasi bor. Lekin siz mashinani allaqachon sotib yuborganman deb o'ylaysiz. Agar oldi sotdi to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, jarima baribir sizga kelishi mumkin. Yoki siz bir paytlar kichik kredit olgansiz. 20 ming so'm qo'lda qolgan, unutgansiz. Keyin yangi kredit olmoqchi bo'lganingizda kredit tarixi buzilgan chiqadi. Bu holatda bank yomon emas, tizim shunchaki sizning tarixingizni ko'rsatadi. 3-guruh: uy-joy, kadastr, ijara, meros va subsidiya ishlari bor odamlar. Ko'p oilalarda uy bir odam nomida yashayotganlar esa boshqa odamlar. Kimdir otasining uyida yashaydi, kimdir opasining nomidagi uyda turadi. Kimdir ijara shartnomasisiz yashaydi. Oddiy hayotda bu muammo emasdek ko'rinadi. Lekin subsidiya, ro'yxatdan o'tish, kommunal hisob, bolani bog'chaga joylash, maktabga biriktirish, bank krediti yoki notarial ishda mulk va yashash manzili masalasi chiqadi. Shuning uchun kadastr hujjatlari, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat, ijara shartnomasi, oilaviy holat hujjatlari tartibda bo'lishi kerak. 4-guruh: tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Ular uchun eng katta xavf hisobot, to'lov va faoliyat turidagi nomuvofiqlik. Masalan, siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida xizmat ko'rsatyapsiz, lekin amalda doimiy savdo nuqtasi yurityapsiz. Yoki sizda terminal bor, lekin tushumning bir qismi boshqa karta orqali aylanadi. Elektron tizimlar kuchayganda bunday nomuvofiqliklar ko'proq ko'rinadi. Men tadbirkorlarga har doim aytaman. Aylanmani yashirishdan ko'ra tartibni to'g'ri tanlash arzonroq tushadi. Chunki keyingi tekshiruvda jarima, penya va tushuntirish xati bilan yugurish ancha qimmatga tushadi. Keling, birinchi vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan fuqaro farzandini bog'chaga berish uchun ariza topshirmoqchi. Oilaning yashash manzili boshqa, ro'yxatdagi manzili boshqa. Telefon raqami esa onaning nomida emas, buvisining nomida. Ariza topshirishda tasdiqlash kodi kelmaydi. Manzil bo'yicha navbat noto'g'ri hududga tushadi. Natijada ota-ona bog'chada joy yo'q deb o'ylaydi. Aslida esa muammo hujjatda. Bunday holatda birinchi ish telefon raqamini egasining nomiga rasmiylashtirish, keyin yashash manzilini tekshirish, so'ng arizani qayta yuborish bo'ladi. Ikkinchi vaziyat: haydovchi mashinasini qarindoshiga berib qo'ygan. Mashina egasi boshqa, haydovchi boshqa. Radar jarimasi keladi, lekin egasi buni bilmaydi, chunki SMS eski raqamga ketgan. Bir necha oy o'tadi. Jarimaga qo'shimcha xarajatlar qo'shilishi yoki ijro jarayoni boshlanishi mumkin. Keyin odam avtomobilni sotmoqchi bo'lganida yoki texnik ishga murojaat qilganida qarzdorlik chiqadi. Men bunday odamlarga maslahat beraman. Mashina kimda bo'lsa huquqiy javobgarlikni ham aniq qiling. Ishonchnoma, sug'urta, jarimalar xabarnomasi va telefon raqami albatta tekshirilsin. 3-vaziyat: oila kommunal to'lovlarni har oy qilgan, lekin kvitansiyalarni saqlagan, bir kuni tizimda 220 ming so'm qarz chiqadi. Odam men to'laganman deydi. Lekin isbot yo'q. Agar to'lov bank ilovasi orqali qilingan bo'lsa, tarixdan topiladi. Agar terminal orqali qilingan bo'lsa, chek kerak bo'ladi. Chek yo'qolgan bo'lsa, to'lovni aniqlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Eng kamida oxirgi 12 oylik to'lov tarixini telefonda yoki elektron ko'rinishda saqlang. Bu mayda ish, lekin katta asabni saqlaydi. 4-vaziyat: fuqaro chet elga ishlash ketmoqchi. Pasporti bor, lekin eski aliment qarzi yoki sud ijrosi bo'yicha cheklov borligini bilmaydi. Aeroportga borganda muammo chiqsa, bu eng og'ir holat. Chunki bilet olingan, ish beruvchi kutyapti, odam yo'lga chiqqan. Bunday muammo bo'lmasligi uchun safardan kamida 10 kun oldin qarzdorliklar, ijro hujjatlari va pasport muddati tekshirilishi kerak. Men buni alohida ta'kidlayman. Yo'l kuni tekshirish kech bo'ladi. Hamma odam bir xil xavf ostida emas. Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, qarzdorliklaringiz bo'lmasa, telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsa, kommunal to'lovlaringiz muntazam bo'lsa, siz uchun yangi tartiblar aksincha qulaylik beradi. Siz navbatda kamroq turasiz. Arizani onlayn yuborasiz. Javobni telefon orqali olasiz. Demak, yangilikdan qo'rqish emas, tayyor bo'lish kerak. Lekin nozik joy shuki, tizim hamma narsani mukammal ko'rsatadi deb o'ylamaslik kerak. Ba'zida eski ma'lumot noto'g'ri ko'chgan bo'ladi. Ism familiyada harf xatosi bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir joyda boshqa, ikkinchi joyda boshqa ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Kadastr raqami eski hujjatda boshqa shaklda turgan bo'lishi mumkin.
Bunday vaziyatda janjal qilishdan foyda yo'q. To'g'ri yo'l xatoni ko'rsatuvchi hujjatlarni yig'ish, vakolatli idoraga yozma murojaat qilish. Murojaat raqamini olish va javob muddatini kuzatish. Yana bir muhim nuansa, og'zaki va'daga ishonib ish yuritmang. Ertaga hal bo'ladi, siz ketavering, keyin tuzatamiz degan gaplar huquqiy kafolat emas. Men ekspert sifatida aytaman. Ariza bo'lsa, ro'yxat raqami bo'lsin. To'lov bo'lsa, kvitansiya bo'lsin. Rad javobi bo'lsa, sababi yozma bo'lsin. Shunda siz keyingi bosqichda o'zingizni himoya qila olasiz. Ayrim odamlar men internetdan foydalanmayman. Demak, menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Siz internetdan foydalanmasangiz ham siz haqingizdagi ma'lumotlar tizimda yuradi. Pensiya, nafaqa, kommunal, soliq, jarima, tibbiy ro'yxat. Bank to'lovi bularning hammasi elektron iz qoldiradi. Agar o'zingiz tekshira olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Lekin parol va tasdiqlash kodini begona odamga bermang. Bu eng katta xavflardan biri. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, farzandlarning hujjatlari. Kadastr hujjatlari, haydovchilik guvohnomasi bor bo'lsa, ularning muddati va ma'lumotlari bir-biriga mosligini ko'ring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, manzil, hujjat raqami xato bo'lmasin. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tartibga keltiring. Asosiy raqam o'zingizning nomingizda bo'lsin. Bank kartalari, davlat xizmatlari, soliq kabineti, kommunal ilovalar, jarima xabarnomalari aynan shu raqamga ulangan bo'lsin. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, aloqa operatoriga borib qayta rasmiylashtirish masalasini hal qiling. O'zingiz foydalanmaydigan eski raqamlar bank yoki muhim xizmatlarga ulangan bo'lsa, ularni almashtiring. Uchinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal to'lovlar, yo'l jarimalari, soliq qarzi, kredit qoldig'i, aliment yoki ijro hujjatlari bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz bo'lsa, darhol hammasini birdan to'lay olmasangiz ham miqdorini biling va rasmiy tartibda to'lash rejasini qiling. Ba'zi holatlarda bo'lib to'lash, tushuntirish berish yoki xatoni tuzatish mumkin. Lekin bilmasdan yurish eng yomon variant. 4-qadam, kvitansiya va hujjatlarni saqlang. Men oddiy usulni tavsiya qilaman. Telefoningizda alohida papka oching. U yerga pasport rasmi, kadastr hujjati, kommunal to'lov cheklari, bank to'lovlari, ariza javoblar, shartnomalar nusxasini joylang. Albatta, bu ma'lumotlarni begonalarga yubormang. Telefoningizda parol bo'lsin. Hujjatning qog'oz nusxasini ham alohida papkada saqlang. Bugun keraksizdek ko'ringan chek ertaga nizoni hal qiladi. 5-qadam, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, faoliyat turini va tushumlarni tekshiring. Soliq rejimingiz to'g'rimi? Hisobotlar topshirilganmi? Onlayn kassa yoki to'lov tizimlari tartibdami? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Ijara shartnomasi bormi? Litsenziya yoki ruxsat talab qilinadigan faoliyat bo'lsa, hujjat olinganmi? Bu savollar yoqimsiz eshitilishi mumkin, lekin tekshiruv kelgandan keyin emas, oldindan ko'rilgan choralar arzonga tushadi. 6-qadam, uy-joy masalasini aniqlang. Agar siz yashayotgan uy sizning nomingizda bo'lmasa, egasi bilan munosabatni hujjat orqali tartibga keltiring. Ijara bo'lsa, shartnoma tuzing. Vaqtincha ro'yxat kerak bo'lsa, rasmiylashtiring. Meros masalasi ochiq qolgan bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Uy oilada hammaniki deb yurishi mumkin, lekin hujjatda bitta odamniki bo'ladi. Davlat xizmati hujjatga qaraydi, og'zaki kelishuvga emas. 7-qadam. Murojaat qilganda to'g'ri yozing. Arizada his tuyg'u emas, aniq fakt bo'lsin. Masalan, mening kommunal qarzim noto'g'ri ko'rsatilgan deb yozishning o'zi kam. Falon sana, falon hisob raqam bo'yicha falon miqdorda to'lov qilingan. Lekin tizimda qarzdorlik saqlanib turibdi. To'lovni qayta tekshirib, qarzdorlikni tuzatishingizni so'rayman deb yozing. Ilova sifatida kvitansiya, shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, abonent raqami yoki shartnoma raqamini qo'shing. Shunda murojaatingiz tezroq va aniqroq ko'rib chiqiladi. Birinchi xato SMS va bildirishnomalarni o'qimaslik. Bank, davlat xizmati yoki jarima bo'yicha kelgan xabarni reklama deb o'chirib yubormang. Har bir xabarning manbasini tekshiring, lekin havolani bosishdan oldin ehtiyot bo'ling. Firibgarlar ham aynan shu mavzulardan foydalanadi. Rasmiy ilova yoki rasmiy portal orqali tekshirish eng to'g'ri yo'l. 2-xato, hujjatni oxirgi kuni yangilash. Agar hujjat muddati tugashiga bir oy qolgan bo'lsa, harakatni boshlang. Chunki navbat texnik xato, bayram kuni yoki ma'lumot mos kelmasligi sabab jarayon cho'zilishi mumkin. 3-xato, qarzni kichik deb e'tiborsiz qoldirish.
10.000 so'm, 7.000 so'm yoki 20.000 so'm hozir kichikdek tuyuladi. Lekin tizimda qarz sifatida tursa, boshqa ishni to'xtatishi mumkin. Qarzdorlik miqdoridan ko'ra uning mavjudligi ko'proq muammo tug'diradi. 4-xato begona odamga kod berish. Men sizga yordam beraman. Telefoningizga kelgan kodni ayting desa, hech qachon aytmang. Kod sizning elektron imzoingizga yaqin darajadagi tasdiq bo'lishi mumkin. Kod orqali ariza yuborilishi, kredit so'rovi qilinishi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizga kirilishi mumkin. 5-xato rasmiy javob olmasdan kutish. Agar idoraga murojaat qilsangiz, murojaat raqamini oling. Telefon orqali aytilgan gapni yozib qo'ying. Lekin asosiy narsa yozma javob. Javob muddati o'tsa, yuqori tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish mumkin. Iyun avgustdan keyingi yangi tartiblarning asosiy ma'nosi bitta. Hujjat, qarzdorlik telefon raqami, to'lov va shaxsiy ma'lumotlar tartibda bo'lishi kerak. Kim oldindan tekshirsa, u vaqtini, pulini va asabini saqlaydi. Kim keyin ko'ramiz deb yuraversa, eng zarur paytda xizmat to'xtashi, ariza qaytishi yoki qo'shimcha xarajat chiqishi mumkin. Men sizga vahima qilishni emas, bugundan boshlab oddiy tekshiruv o'tkazishni maslahat beraman. Hujjat muddati, telefon raqami, qarzdorliklar, kommunal to'lovlar, bank va davlat xizmatlari bo'yicha ma'lumotlaringizni birma-bir ko'rib chiqing. Sizningcha bu yangi tartiblar odamlar hayotida yengillashtiradimi yoki ortiqcha qiyinchilik keltiradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.